Real Chempionlar Ligasida Arsenal bilan o'yindan oldin g'alati kayfiyatda kelyapti. Oxirgi o'yinlarda juda ko'p muvaffaqiyatsizliklarga uchradi. Sociedad bilan durang va Valensiyaga yutqazdi. Yaxshiyam o'sha Sociedad bilan birinchi o'yinda kichik hisobda g'alaba qozonganligi. Bo'lmasam kubokdan chiqib ketardi. Va Valensiya bilan uyidagi mag'lubiyati hozir Real muxlislariga juda qattiq ta'sir qildi va klubda yo'qotishlar juda ko'p. Ayniqsa darvozabon pozitsiyasida birinchi darvozabon ham, ikkinchi darvozabon ham jarohatda va o'rniga tushgan darvozabonni ko'rdik. Baxtiga Arsenalda teskarisi. Arsenal sof hujumsiz o'ynayapti. Shuning uchun juda qiziq o'yin bo'ladi. Birida muammo himoya va darvozabonda bo'lsa, ikkinchisida hujum chizig'i yaxshi emas. Ko'ramiz endi ikki xil kayfiyatdagi jamoalar bahsi juda g'aroyib o'yin bo'ladi.